Vay adam bozak qilishni biladi. Yo'q emas bu. Elala, yeni neşpüt. Yeni üzülgen neşpüt. To'xta. Neşpüt gel. Tez bo'la. Mayli. Vay hocam, sizlar neşpütni bekor yemdilar. Men degan xon jamiyatidan sening yuzingni qilib neşpütni yedim. Sen menga qo'g'in so'g'ib qilib rahmat elsang bo'ladi texi. Nomussuz. Aliylari o'zlarini besivaslar. Boy xon jamiyatidan bo'ldim deb fuqarolarni texmi bo'zaq qilib turibdi. Aliylari oltin tanlarini asırsızlar. Şahim, Hanish. Nəsirdin, dal vaqtida kelding. Aliylarining yaqindan bo'lgan kayfiyati yaxshi emas. Aliylari Aliyani tuqunum desa, boyining texmi askilik qilishidan, demaydiz ajdodlarga yuz kelmaslikdan ansiravatidi. Sen tez amal o'ylab baqsang bo'pti-ki. Xotirjam bo'slar. Men cho'qim boyni o'z roziligi bilan bu ishdan voz kechtirman. Apa bu nim qildim? Turdi. Xorazmong'a da xon jamiyati turib xoraz o'ynasam qandoq bo'ladi? Bu mening yaqin do'stim tursa. Turdi, ikkimiz birga o'ynaylik. Qaytib ket. Nerede xon jamiyati qalandarlar bilan birga o'ynaydigan ish bor? Aliya hamma? Kim sening hammankan? Siz degan hozir xon jamiyati tez man salom qilmay qarab tursan-ku. Apa, av chiqqan tilla kimning bu? Qani, nerede? Turdi! Seningdek ahmoq ko'mabdikanman. Xon jamiyati bo'lish nima degan yaxshi. Men bo'lay debmi bo'lamayman texi. Sening bog'ing bos bo'lavergan, lekin mening bog'im yo'q. Xo'rizam, biz endi qandoq qilamiz? Xon jamiyatining odami bo'lsam, sen bilan birga o'ynayolmayman. Agar turdi o'rdaga kirib ketsa, biz bilan o'ynayolmaydi. O'rdadagi qoidalar behtolla. Qoida. To'g'ri, men topdim. Shayim. Shoh oliylari Selimboy bilan Oliya ko'rishishni iltimos qilib ketdi. Dal vaqtida kelibdi. Tez kirsin. Tushiramiz-la yana. Begim. Nima qilyapsizlar? Tez bo'lsizlar. Shohimga salom. Hammamiz o'z odamlar. Salom qilmasanglar bo'ladi. Tez o'ltiringlar. Xon jamiyatidan salohiyatlarni o'tib qolibsizlar. Ya tiktirsizlar, ya o'ltirsizlar. Ma'qul xotin. Bu tuqqanlik munosabatini e'tirof qilgandan keyin ishlarni o'rda qoidasi bo'yicha bartaraf qilish kerak. Shunday bo'ladi, podshoh oliylari. Bundan keyin Oliya o'rda tursin, uyga qaytib ketishga bo'lmaydi. Xo'p, oliylari. Kelinglar. Labbay oliylari. Oliyani orqa o'rdaga boshlab chiqinglar. Bay, siz xon tuqquni bo'lgandan keyin kunda o'rdaga kelib ishlang. Do'konni setib o'ting. Do'konni setib o'ting?
Yana ko'proq boshlab tursiz. Nima? Qo'shilmabsiz? Yo'q, unda emas. Men hozirla qaytib bejiray. Ali amma. Nəsirdin. Bay hocamni ko'rgingiz keldimi? Mening bay hocam bilan sizni ko'rishtiradigan amalim bor. Tez men bilan ming. Maqul. Bay hocam ana. Xotin. Xotin. Mening yaxshi xotinim. Begim, mening isilzodi bo'g'im yo'q. Uyga ketkim bor. Orada har qancha yaxshi olsam, yana o'z uyimga yetmaydi ekan. Seni bek sig'indim. Isilzodi bo'lishning buncha avorchilik ishkanligini qat'iy o'ylamabdim men. Bilgan bo'lsam, hargiz bunday qilmaydim. Bay hocam, boshqa ish bo'lmasa men qaytdim. To'xta. Nasirdin, sen aqlli bola. Bir amal qilib Aliya hammani uyga qaytirib olib bergan bo'lsam, yaxshi bo'ladi. Bu ish oson emas, chumi. Turdi, bizni uyda saqlayapti to'xi. Bo'ladi amisa. Nima? Nasabnoma xato yozilib qopti? Shundoq. Qop yuraklar, meni oldug'idek bo'ldinglarmi? Shohim, men gunohimni tonidim. Nasirdin tezkam qilsangchi. Shohim, o'zlarini besivasizlar. Sizlar xalqni xuddi o'zlarini so'ygandek yaxshi ko'rlar. Har bir puhra sizlarning tuqqanlari. Bu gap yo'lliq bo'ldi. Sizlarni bir qitim kechirib o'tay. Oliya, uyingizga qaytsangiz bo'ladi. Shohimga ko'p rahmat. Boy, xalqni yana bo'zaq qilishingizga qat'iy ruxsat yo'q. Bo'ladi. Turdi, balam, qara. Apam qaytib keldi. Canım oğlum. Apa! Oy amma oğlum, canım oğlum. Sizlarni bek sig'indim. Ben de seni pek sevindim oğlum.